Baş shtabi Germaniyaning Münxen shahriga joylashgan Dünya Uyg'ur qurultiyi 4 mart Amerika poytaxti Washingtonda yangi bir ishxona ochdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqina esa Amerika hukumati, Amerika parlamenti va Amerikada faoliyat olib berayotgan xalqaro tashkilotlarning Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan tushunishini oshirish va Amerikadagi faoliyatlarini jonlantirish uchun bu yangi ishxonani ochganligini bildirdi. O yana Dünya Uyg'ur qurultiyining buningdan burun Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi qatorliq tashkilotlar bilan hamkorlashib xizmat qilib kelganligini, yangi ishxona echilishining Xitoy hukumatiga bo'lgan besimini oshirib, Uyg'ur xalqining tezroq zulmdan qutulishi uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini aytdi. 5 mart günü tushdan keyin Amerika Davlat Majlisi binosida Yevropa bilan Amerikaning Uyg'urlar vaziyatidagi o'rtaq andish sistemasida maxsus yig'in o'tkazildi. Amerika Kengash palatasining qarmog'idagi Tashqi ishlar komiteti bilan Yevropa ittifoqining Washingtondagi ish bajarish o'rni birlikda uyushtirgan mazkur yig'in Yevropa ittifoqining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lgan Sakharov kishilik huquq mukofoti berilgan Xitoy turmasidagi Uyg'ur o'qituvchi ziyolisi Ilhom To'xtining sharafiga bag'ishlangan. Yig'inga Ilhom To'xtining Amerikadagi qizi Javhar Ilhom alohida taklif qilingandan sirt, yig'inga asosligi Kengash palatasining bir qism muhim a'zolari va Yevropa ittifoqining Washingtondagi ish bajarish o'rnining xodimlari hamda Amerika va bir qism xalqaro axborot vositalarining muxbirlari qatnashdi. Kengash palata a'zosi Marko Rubio o'zi va Kengash palata a'zolarining xalqaro jamiyatning diqqatini Ilhom To'xtining vaziyatiga emas, butun Uyg'urlar yuzlanayotgan vaziyatga qaratishni maqsad qilib, bultur Ilhom To'xtini Nobel tinchlik mukofotiga ko'rsatganligini, bu yil uning Sakharov mukofoti olganligining bu masalaning yarsharlashgan hamda o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalaga aylanganligini ko'rsatadigan intayin ahamiyatli voqea ekanligini ta'kidladi. Növbətdə Amerikadakı axborot və bexatarlik o'rinlarida cheklangan TikTok yumshoq detalining barliq ma'murlarga cheklanishi kun tartibida Amerika Kengash palata a'zosi John Hawley bu haqda qonun loyihasi sunadiganligini, Xitoyning TikTok detalining zo'r bexatarlik xavfi paydo qiladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi John Hawley o'zi tayyorlagan loyihani Kengash palatasiga sunadiganligini e'lon qilib, TikTok erishgan sonliq ma'lumotlarni Xitoy hukumati bilan o'rtoqlashganligini aytdi. Biz barliq hukumat xizmatchilarining uchurlarining Beijingning qo'lida bo'lishini haqiqiy xohlamdik degan Hawley buning cho'ng bir bexatarlik xavfi ekanligini aytdi. Hozir Amerikadagi davlat bexatarlik va istixborot o'rinlarida ishlaydiganlarga TikTokni ishlatish ma'ni qilinadi. Türkiye prezidenti Erdoğan bilan Rossiya prezidenti Putin İdlibta urush to'xtatish haqida kelishim hosil qildi. Erdoğan bu kelishimning 5 mart kechdan boshlab kuchga ega bo'ladiganligini aytdi. Suriyaning g'arbiy shimolidagi İdlibta Turkiya askarlari Suriya armiyasining hujumiga uchragandan keyin ikki taraf orasida kuchayayotgan jiddiylikni pasaytirish uchun Erdo'g'an bilan Putin Moskvada uchrashuv o'tkazdi. 5 soat 40 minut davomlashgan yig'indan keyin o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan ikki davlat rahbarlari İdlib rayonida urush to'xtatish va M4 tashyo'li atrofida bexatar koridor ta'sis qilish masalasida kelishim hosil qilganligini bildirdi. Fransiyaning Strasburg shahrida oldimizdagi hafta o'tkazilishi planlangan Yevropa parlamenti umumiy yig'ini yangi tipli koronavirus sababli Belgiyaning poytaxti Brusselda o'tkaziladi. Yevropa parlamentining boshlig'i David Sassoli Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida 9 martdan 12 martgacha o'tkaziladigan umumiy yig'inning Wuhan virus sababli Brusselda ochiladiganligini bildirdi. Fransiyada koronavirus sababli o'lganlar soni 6 ga yetgan bo'lib, yuqumlanganlar soni 377 ga chiqqan. Shuning bilan birga dunyo miqyosida bu virus bilan yuqumlanuvchilar soni 98 mingga yetdi. Yuqumlanish ahvoli og'ir bo'lgan Eronda 2 o'lka qamal qilinib, kirish chiqish cheklandi.